Assalomu alaykum kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun obunachimning iltimoslariga binoan qulupli murabbo tayyorlab ko'rsataman. Albatta men o'zim oshxonamda qanaqa tayyorlasam, shunday tayyorlab ko'rsataman. Agar sizga yoqmasa yoki xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Men yashayotgan joyda kilolik qulupli sotilmaydi. Mana bunaqa idishlarda sotiladi. Qulupniylarni yuvib tozalab, yiriklarini ajratib oldim va yirik qulupniylarni 4 bo'lakka bo'lib chiqdim. Mana hozir sizga ekranda ko'rsatyapman. 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Obunachim murabbo tayyorlaganimda qulupniylar ezilib ketyapti deganlar uchun men ikki xil uslubda tayyorlab ko'rsataman. Mana qulupniylarni bo'lakka bo'lib tayyorlab oldik. Men 1 ga 1, ya'ni 1 kilo qulupniyga 1 kilo shakar solaman. Agar qulupniy juda ham shirin bo'lsa, 1 kilo qulupniyga 800 gram shakar solishingiz ham mumkin. Demak, men 1 kilo qulupniyga 1 kilo shakar soldim. Mana ustidan hammasini solib, 5 soatga ustini yopib qo'yib qo'yamiz. Salqinroq joyga qo'yamiz. Mana bu esa qulupniylarni maydalarini ajratib oldim. Bu qulupniylarni ham yuvib, tozalab, tiylarini olib tashladim. Bu qulupniy kamroq 1 kilo, 1 kiloga 1 kilo shakar solib, buni ham 4-5 soatga olib qo'yamiz. Mana 5 soat vaqt o'tdi. Endi qulupniyni olovga olib boramiz. Mana tagidan ajratib turgan suvni sizga qiyshaytirib turib ko'rsatyapman. Olovga, past olovga qo'yamiz. Murabbolarni past olovda qaynatamiz. Agar baland olovda qaynatib yuborsangiz, ko'piga ko'p chiqib ketadi, qulupniy ezilib ketishi mumkin. Shuning uchun past olovda qaynashini kutib turamiz. Qaynab chiqqandan keyin aralashtirib, ajralgan ko'piklarini sekin asta yuzidan olamiz. Qaynab chiqqandan so'ng 5 minut qaynatamiz va olovni o'chiramiz. Qulupni butunlay sovimaguncha qopqog'ini yopmaymiz. Agar qopqoq yopadigan bo'lsanglar, ezilib ketadi. Mana bir necha soatlardan keyin sizlarga ko'rsatyapman. Qulupniylari ezilmagan, suvlari ham unaqa suyuq emas, mana ranglari ham chiroyli, suvlari ham unaqa suyulib yotmagan, chunki qulupniyga suv qo'shilmaydi. Qulupniy o'zidan ko'p suv ajratadi. Bu qulupniyni ham olovga qo'yib, past olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan so'ng mana ko'piklari ajraladi. Ajralgan ko'piklarini sekin asta olib tashlaymiz. Ikkinchi marta qaynatganda 10 minut uzoq bilan 15 minut qaynatamiz. Albatta past olovda. Past olovda qaynatsangiz, qulupniy o'zidan ko'p ko'pik ajratmaydi. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, qanaqa miltillatib qaynatib qo'yganman. Yarim choy qoshiqda limonli kislota yoki limon suvi, biroz limon suvi pishishdan oldin quyib yuboramiz. Mana qulupniy murabbosi pishib qoldi. Mana shunday miltillab qaynab turadi. Yetilgandan keyin olovni o'chiramiz. Hozir esa sizga ikkinchi usulni ko'rsataman. Bu qulupniylarni bo'laklarga bo'lmadim. Butunlay soldim, mayda qulupniylar. Buni ham olovga qo'yib, biroz tagini aralashtirib yuboraman. Bu qulupniy kam bo'lgani uchun. Mana buni ham teglaridan yaxshigina suv ajragan. Qulupniyni past olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan so'ng ajralgan ko'piklarini olib tashlaymiz. Qaynab chiqqandan so'ng 5 minut qaynatamiz. Besh minut qaynagandan keyin, ko'piklarini olganimizdan keyin olovni o'chirib, buni ham sovutib qo'yamiz.
Qulupnaylarga aslo suv solmaymiz, chunki shakar solganingizdan keyin o'zi yetarli suv ajratadi. Sovigan qulupnagini ajratib olamiz. Chovli yordamida boshqa idishga siropidan ajratib olamiz. Mana siropini o'zi qoldi. Olovga qo'yib, ya'ni olovni yoqib, past olovda siropni qaynatamiz. Bunday usul qulupnaylarni ezilib ketmasligini oldini oladi. Qulupnaydan ajratgan sharbatimizni qaynashini kutib turamiz. Qaynab chiqqandan so'ng 20 minutgacha past olovda qaynatib qo'yamiz. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, past olovda miltillab qaynab turibdi. Sharbat juda ham quyilib ketmasin, albatta aralashtirib tekshirib turamiz. Vaqt o'tgandan so'ng qulupnaylarni qaytarib qaynab turgan sharbatga solamiz. Past olovda, albatta past olovda qaynatamiz. Doim qulupnaylarni past olovda qaynatamiz. Qulupnaylarni qaytarib soldik sharbatga. Mana endi yana 5 minutdan 10 minutgacha qaynatib qo'yamiz. Albatta past olovda. Mana bu usulda qulupnayni, ya'ni murabboni rangi juda ham chiroyli chiqadi. Qulupnaylari ezilib ketmaydi. Hurmatli obunachim, mana sizga tavsiya etmoqchi bo'lgan ikki xil uslub mana shulardan iborat edi. O'zingizlar ekranda ko'rib turibsizlar. Mana bu uslubda tayyorlangan qulupnaylardan unaqa juda ham ko'p, ya'ni ortiqcha ko'piklar ajralmadi. Mana qulupnaylar tayyor bo'ldi. Me'yoriga yetib pishdi. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Mana azizlar, bu ikkinchi uslubda butun qulupnaylar. Sizga yaqinroq olib kelib ko'rsataman. Mana qulupnaylar dona bo'lib turibdi. Ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Mana suvlarini ko'ring. Quyuqqina, unaqa shir etib suv bo'lib oqib turmayapti. Sizga ham shu uslubda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Mana bunisi esa birinchi tayyorlagan qulupnaylarimiz, ya'ni yirik qulupnaylarni bo'laklarga bo'lib tayyorlaganlarimiz. Bunisi ham juda ham chiroyli chiqqan. Ikkala qulupnay ham o'zgacha, mazasi ham, ranglari ham, quyuq suyuqligi ham hammasi me'yorida. Hurmatli obunachim, mana sizga tavsiya etmoqchi bo'lgan qulupnay murabbo mana shulardan iborat edi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizga nimalar tayyorlab ko'rsatishim ko'proq yoqadi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring.